Akamda şu müşketim biniyat sahnasida hamda dadamızdan şunda bir peyzin aqısını aldıqda halkımızdan hemimiz oğlum senden ming bart razı degan muşu naqshin endi. Bu naqshin anglap hem desap şahsen özümden şunda ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Senimi ko'rdik aka. Hamda muşu naqshamni qanday bir sababdan bir ijod qilinib qoldi aka. Muşunga menmi bak qiziqdim. Cho'qim xalqimiz bak qiziqdi deb o'ylayman. Endi bu naqshining ijod bo'lib kelishiga birinchi sabab o'sha bir ota bolalik mehr muhabbatning sababi deyman men buni. Chunki dadamma nihoyat san'atni yaxshi ko'radigan, o'zining burundan tortib san'atga bo'lgan ishtiyoqi, hurmati bak cho'ng odamcha. Lekin ba'zi bir sharoitlar bilan bu dadamga bir sahnlarga chiqish fursatlari bo'lmagan. To'g'ri. Ama kalbimde şu dadamga bir yaxshi bir fursat olsa, bir sahnlarda bir o'zining iqtidorini bir joriy qildi olsa degan bir orzuyim batdi. Onun için ben uyning kichik shu opam bilan dadamni opam bilan dadamga qarash mas'uliyati menda endi oilada. Şuna bu dadamı özümü davamlıq deydi, ay balam senden şundak narazi. Vay zat işlerin yaxşı olsun da her vakit güzel. Arzu armanlar geçip duru da. Şuna budu ketimlik milyar sahnemde şu dadam için bir nakşı uğurlaştı olsak. Biz buna şu gruptaki ballarla mesletleşsem bulamına ait kollu de bu işimle. Şuna ben Yusufcan kıyımda bizim Olca'da bir yaxshi akamiz var, şair, yazgıcı. Yusufcan bu baştaki bir ekvalite aka. Dadam aytilgan bir tekst yezbergen bo'lsam, hamda dadam ikimizning aramızdagi munosabatimizni shunda qarab, munosabat meni bek qo'llab, chunki o'sha ota-onamiz qo'llab bermasa bo'lmaydi-da to'g'ri. Desam bo'ladi fikrda Yusufcan shundoq chiroyli qattirib yezibdi bu tekstni. Şunlar bulan ahang selish uchun 5-6 odamlarga berib baqtoq bir tekisini mukammal qilay dedi. To'daq oxiri shu Asqar Muxtar. Bizning davlat muzikantimiz, chalg'uvchi, ijodiyatchi ag'imiz Asqar Muxtar ahangini ishildi. Yusufcan Qiyim akamiz tekisini yozdi. Şundan gülgülüge kelib qoldi. Ras. Şundan dadam bunu bir hafta yetib uyg'unib mashq qiliblar. Şundan bu durungi kechiligimda opam dadam hatta urug' tuqqanlarim, kichik dadlarimdan tortib butun tuqqanlar bor asosiyatda. Qiynab-qiynatlarim degandek. Şundan bular bilan bu qatorda kelib dadam dadaqsinamda ichida sahnada o'rindab berdi. Shundaq mening shu bir arminim Tügi dedi. Qanma dedi sen bo'ladi. Chunki endi dadamning shundaq bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. Chunki biz san'at deganning o'tida ko'ygan odam uchun bir yaxshi bir asari xalq bilan uchrashsa, yomon bir to'limi bir cho'ng baxt his qiladi. To'g'ri aka, to'g'ri. Dadamning o'zining armini ro'yobga chiqdi deb qarayman men. Uning ustiga bu naqshining yana bir moda bo'lib ketgan sababi shu naq maydondagi hissiyat. Mening ayada qan ejir emgigim bor. Buni ashad o'tagan tomoshabinlarimiz, ekran oldidagi tomoshabinlarimiz, naq maydondagi tomoshabinlarimiz hammasi ko'ribdi deb. Ham shu tatgan japarimning ustiga dadam qo'pib, naqshini aytdi. Ham bu naqshida menga bo'lgan dadamniki yaxshi ko'rishi bor. Ham menga bo'lgan tarbiyasi bor. To'g'ri. Kamtarlikni yar tutsang doim dadang sendan ming marta rozi. Bir umr kichik bo'lib yashagan. Demakchi o. To'g'ri. Onun ustiga mening dadamga voymush dadam xo'sh bo'lsa deb qara aytganlarimga o'zining bir minnatdorligi bor. Shundan har taraf o'ynab bu naqsha u meningki oldida o'ynagan xo'sh xabar degan temam qoldi oyoqda. Men japada chiqqan tuxumlar oyoqqa kelib bu dadamning degan chekilishi falan million yetgan. Shu. Hamma odam, hamma otalar ballarga bo'lgan hurmatini, ballarga bo'lgan arzu tilaklarini shu naqsha orqali ifodalab, shu dadamning naqsiga o'zlarining ballari bilan tushgan rasmlarni kirishtirib qo'yganda chiqaribdi. men do'yin kirsam, men shu naqshni besib kirsam, shu naqshiga kirish degan videoni hammasi chiqayotgancha ben mada serib uxlab qoldim, tugib qo'yolmay. Ashundaqcha.
dadamның şunda adıqı çıktı. Bizning adıqımız çıktı. Yazgıcı Yusuf Çıkanma, Asqar Muxtarma hammamizningki bir xil ecrimizga tushliq bir ish bo'ldi bu narsa. Buni endi gapni yig'ib aytsam endi paydo bo'lib kelishining sababi shu bir mehr muhabbatning sababi. Mana shu o'ynayotgan mushu so'zlayotgan so'zlarimma hammasi meningli beshimda o'tgan ishlar emas. Balkim mening beshimda o'tgan ishlar bo'lishi mumkin, lekin hamma odamning beshidan o'tgan ishi, masalan mening Lingchamiyo degan yumurim tarqalgan burun. Bu Lingchamiyo degan yumurimni dahshat minib ketdi bu. Uxlamay aldım aka. Yaman adam anladı. Buni hamma odamning anglashidagi sabab nima desan, shu men optuz uxlab qolman-ku. Hamma odam shu o'zining uchirgan bir optuzini ko'z oldiga akildi-ku uningda. Shunama? O'zining ashtaq bir qiyinchiligini yodiga oldi. Bulqamagan bir vaqtlarni degina. Hamma odam shu o'zini shu o'ringa qo'yib o'ylagan ekan, uning qalbida qoladi bu. Ballarning otasiga bo'lgan, otaning ballarga bo'lgan hurmatini shu naqsha orqali, demak u naqsha bizning naqsha emas, dadamning naqshi emas, butun Xalqimizning naqshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat aka.